Jigarlar shu Kriston buqachalari sotuvda ekan, Sultonobod hayvon bozorida soni 7 ta ekan. Hozir ko'rsatamiz qo'yganlarni ham. Bugungi kunimiz Xudo xolasa 2-iyul 2026-yil Sultonobod hayvon bozori. Haftamizning payshanba kuni. Kriston buqachalari sotuvda. Soni 7 dona ekan. Ko'ringlar. Voyga narxlarni aytib yuboringmi bir chekadan? Voyga 20 dan kami bor aka. To'rog'ini. 20 million so'mdan kami bor. Hop. Savdosi bo'ldimi? 17,5 milliondan so'rayapti hammasi. To'rog'iga 17,5 million so'mdan savdosi o'tib berilmadi. 20 milliondan kam bor ekan akalar. Bular-chi voyga? Ular 16 dan so'radi aka. 16 dan so'radi. 15, 16. Olasini 16 beraman dedi. Olay 15 yarim. 16,5 ga 15,5 savdosi o'tib berilmadi. Qanchada yurib ketadi barakasi? Necha ulkan bor? Qolaversin aka bitta. Nomerni ayting. 97lik. 97lik 190 190 0400. Aka bozoringiz esa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sultonobod hayvon bozori akalar. Xudo xolasa chiroyli videolar qilib boramiz. Barcha uchun manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa yakshanba kuni Qo'rg'ontepa tuman hayvon bozoriga ham chiqib videolarni qoldirmasdan qo'yib boramiz akalar. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin akalar. Baxtiyor tog'a, like bosib qo'ying. Panta, ilosa ketib chiqamiz.